Yuqorida ko'rib o'tdik, hurmatli vatandoshlar, endi siz bilan bir muhokama qilaylik. Biz hozirdan 3-oyning 16-kunidan boshlaganda 3-oyning 22-kuniga yetib kelganda 3-oyning 16-si degan vaqtda davlat ishlar kotibi Antony Blinken, undan keyin davlat mudofaa ministri Austin Yaponiyani ziyorat qildi. 3-oyning 22-kuni Jungoning 2 nafar diplomati Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyask shtatiga ziyoratga keldi. 3-oy shuning bilan tugadi deyli. Shu vaqt e'lon qilingan bayonotlar. Andan 4-oyning 16-kuniga kelganda Yaponiyaning vaziri Guayvi Washingtonni ziyorat qildi. Vatandosh birlashim bayonot e'lon qildi. Sharqi dengiz masalasi, Janubiy dengiz masalasi, Shangang va Hong Kong Uyg'uriston masalasi tilga olindi. Demak, shu kunlardan boshlab 2 oy ichida Yaponiya Amerika munosabatida zo'r o'zgarish yuz berdi. Hozir Yaponiya 4-oyning 22-kuni e'lon qilgan Yaponiya ko'k diplomatiya ko'ktaşlık kitabida tangpungliq o'zgardi debdi. Bu yerga tangpungliq degan, masalan, biz qiyos qilaylik. Hozirgacha Yaponiya Jungo munosabatida tangpungliq saqlanib keldi. Kuch selish turmusida tangpungliq saqlanib keldi. Davlatning universal kuchida sening unchilik bo'lsa, mening bunchilik degan bilan tangpungliq saqlanib keldi. Yaponiya Jungo savdo munosabatlarida hozirgacha tangpungliq saqlanib keldi. Masalan, shu rayonda tinchlikni, muqimlikni qo'g'dash bo'libmi, Yaponiya uchun aytganda yo'shurun yoki oshkora Tayvanga munosabatlik ishladimi, tangpungliq saqlanib keldi. Bugun Yaponiya shuni debdi ekan, vatandosh, dunyoning kuchi yoki tangpunglashtirilgan kuchida zo'r o'zgarish bo'ldi. Shuning bilan Xinhua maqola yozibdiki, mavzusi mundaq: Yaponiya Amerika tarafga eg'ib ketishga jur'at qila olamdi. Demak, tangpungliq buzildi. Yuqorqi savdo munosabatlari tangpungligi, qo'shnidoshchilik munosabatlari tangpungligi, kimta tarafda turish, kimta tarafga ketish masalasi o'tirg'i chiqdi. Ya'ni Yaponiya Xinhuaning qalami bilan tasvirlab aytganda Yaponiya Amerika tarafga eg'ib ketdi. Amaliyat bo'lgan bo'lsa, Ikkinchi dunyo urushidan boshlab Yaponiya Amerika bilan bir saf turib kelyotdi. Endi jungoliklar bu yerda nima uchun shundoq mavzu qo'ydi? Nimishqa shu jumlani ishlatdi? Bu jumlada nima demakchi? Texnik siz bilan bizga oshkor emas. Bu bek nozik ish bo'lsa kerak vatandosh. Chunki qandoq nozik ish? Hozirgi vaziyatni aytsangiz, Amerika Yaponiya munosabatining nozik davrga kirganligi, masalan, Jungo Yaponiya munosabatining noziklashib, Yaponiyaning Jungoning qalami va ta'siri va tasvirida Amerikaga eg'ib ketdi deyilishi, bu demak, bu uch davlat o'rtasidagi munosabatda nozik va balki inchki o'zgarish bo'lganligini ko'rsatib berdi. Shuning bilan Yaponiyaning eg'ib ketishi hozir jungdan qayda biri qo'rqish, ikkinchisi andisha paydo qildi deydi. Jo'shahoy maqol yozuvchi odam shuni da'vatida. Andisha va qo'rqish paydo qildi da'vatida. Undan keyin Yaponiya hukumati 5 ko'zliklar ittifoqi, anglo-saksonliklar yoki ingliz tilida so'zlashadigan 5 davlatlar ittifoqi sovuq munosabatlar urushi davrida qurilib, Rossiya qarshi ishlatilgan. Endi bu qatam buning Yaponiya Osiyoda qo'shildi. Buning o'zi ham belgilik, signal xarakterlik, ogohlantirish berish xarakterlik. Biz endi bu yoqqa ketdik, yaxshi qol do'stlar. Biz endi Amerika tarafga ketdik, yaxshi qol jungolik do'stlar degandek diplomatik so'z iboradan direkt berdi. Deysangiz, vatandoshim, Osiyo Tinch okean keyingi atoq bilan aytsak, endi Tinch okean rayonidagi o'zgarish. O o'zgarish deymiz, bu o'zgarish deymiz. Eng muhimi Yaponiyaning Tayvanga chiqqan munosabatidagi o'zgarish. Shuning uchun Yaponiyaning Amerika bilan bo'lgan munosabatidagi o'zgarish. Bu o'zgarishlar aylanib kelib, Yaponiya bilan Jungoning munosabatiga ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlar bo'lib qoldi.
Şuna biz bugün sizge muhakeme kıldık mana şunu. Demek Şinhuaşay'ın makalesi körüp yettik şunu. Endi biz bunun da hulas çıkaganda körüp yettik. Siz biz bugün bu haberge muşundaq eriştik. 3. ayının 16. gündeki Yaponiyada ötküzülgen iki devletten iki koşulgan söhbeti ardın ötüplü 4. ayının 16. günü Yaponiyanın vezirinin Washington'u ziyaret kılışı Arlık Alyaski söhbetinin çünkü o Alyaski'deki Alyaski ştatı da Amerika ile ötközgen söhbetten kıstırılışı demek bu ceryanın hemmesi siyaset ceryanı oldu vatandaşlar. Bir de devletler oturuşu diplomatik münasebetler nurgun taraflarını öz içine aldı. Onu demişsiniz bu siyaset karakterlik bir özgürüş. Yani Japonya aytganda hazır dünyanın güçleri de stratejilik güçleri de ittifaklaştık güçleri de yaki soğudu münasebet güçleri de intayin zor özgürüş bol diye degan hulasa Jonan Xayni bunda ay huyga düşürüp koymagan bulatdı vatandaş. Vaziyet ana şeydi.